Boshqa do'konlarda 100 ming so'mdan sotilib turgan oyoq kiyimlarda men sizlarga 50% sketkasi bilan 49 mingga tushirib beraman. Qaranglar, hammasi 49 mingdan. Qaranglar, ichlari mexli, ustki qismi plashovka, yomg'ir, qor umuman o'tkazmaydi. Xohlasanglar bunaqangi neobishniy variantlari ham bor. Narxi 49 mingdan qarang. Shu xolosmi 49 minglik oyoq kiyimlaring deganlar uchun. Shoshmay videoga like bosib bizga obuna bo'ling, hozir ko'rasiz. Hammasi bitta qator, ikkita qator, uchta qator, to'rtta qator, beshta qator, oltita qator oxirigacha mana shu narx bo'ladi. 49 mingdan. Voy buni qarang, razmerlari 36 dan 41 gacha bor. Xolasangiz etinglar bor, mana 49 mingdan 36 dan 41 gacha razmer bor. Xolasangiz erkaklar uchun bunaqangi oyoq kiyimlar bor. 49 mingdan bor-ku. U hali hammasi emas. Bu qatordagi barcha oyoq kiyimlar ham 49 ming so'mdan. Sharti bir dona shu videoga like bosasizlar, bizga obuna bo'lib 49 mingdan xohlasanglar mexli, xohlasanglar mexsiz oyoq kiyimlarni xarid qilsanglar bo'ladi. Kommentariyada yozib qoldiring. 49 mingga narxiga ardiydimi, ardimaydimi? Like va obuna bo'lish esdan chiqmasin.